Ikkinchi Dünya urushi oxirlashgandan keyin Xitoy davlatining boshqarilishi Xitoy Kompartiyasi qo'lga o'tdi. Uning rahbari Mao Zedong bo'lib saylandi. Bu vaqtda Xitoy davlatida hal qilishga tegishli masalalar qatma-qat ko'payib ketdi. Mao Xitoy asosli ishlarda Stalinning yo'ldan agishmadi. Lekin Stalinning o'limi orqasidan Xrushchev Stalinning xato siyosatlarini ochiq tanqid qilishga boshlaydi. Stalinning yo'lda minayotgan Mao Zedongga bu yoqmaydi. Sovet ittifoqi bilan Xitoy munosabati barg'ansa yiriklashishga boshlaydi. Mao Xitoy Sovet ittifoqini oldiga o'tib, sotsializmning yetakchisi bo'lishni planlaydi. Xrushchev 3 yil ichida go'sht sut mahsulotini ishlab chiqarishda Amerikadan eshib ketishni e'lon qilganida, Mao Xitoy po'lat temir ishlab chiqarishda 2 yildan 3 yilgacha Angliyaga yetishib, 7 yildan 8 yilgacha Amerikani orqada qoldirishni planlaydi. 1958-yili Xitoy Kompartiyasining 8-navbatdagi yig'ilishida sanoatlashishning yo'nalishi, dehqonchilik kollektivlashtirilgan yezigilik sistemasining yangi variantini e'lon qildi. Yer egalaridan tortib olinib, yezigilik mahsulotlarini taqsimlash davlat nazoratiga o'tdi. Bu harakat tarixda Ikkinchi Dünya urushidan keyingi eng cho'ng ijtimoiy falokat deb hisob qilindi. Xitoylar yezigilik hosilotlarini ko'paytirish uchun yangi loyihalarni o'tirib qo'ydi va dalalardagi bug'doylarni himoya qilish uchun oq qushqochlarga qarshi keng ko'lamda kurash boshlaydi. Natijada Xitoydagi aksar oq qushqochlar va shoshqonlar qirib tashlandi. Mao Xitoy buning qanday oqibatlarni olib kelganligini tasavvur qilmaydi. Lekin bu ishning qanchalik xatarlik oqibatlarni olib kelganligini bilgan kishilar diktator Mao Zedongning qaroriga e'tiroz bildirishga betin olmaydi. Mao Zedong Xitoydagi ilmiy tadqiqot instituti tarafidan chiqarilgan dokladga ko'ra, oq qushqochlarning har yili 36 million kishiga yetadigan oshliqni yeb ketadiganligini o'tirib qo'ydi. Oldi bilan dehqonlar ishga tushdi. Orqadan harbiy ofitserlar, ishchi xizmatchilar, o'quvchilardan iborat millionlagan kishilar safarbarlik qilindi. Odamlar oq qushqochlarni yerga qo'ndirmay chartitish uchun daqi dumboqlarni va kuchli ovozlarni chiqaradigan asboblarni ishlatdi. Yer yuziga qo'nalgan qushqochlar charchig'inidan yerga g'ulab tushdi. Butun Xitoy bo'yicha 2 milliard oq qushqoch yo'q qilindi. Bunun bilan birlikda boshqa qush turlari qirib tashlandi. 1957-yili bahorda yezigilik mahsulotlari yaxshi o'sib chiqdi. Shu yili mamlakatning har qaysi viloyatlaridan mo'l usul elinganligi to'g'risida doklad sunildi. Davlatdagi oq qushqochlarni yo'q qilish oqibatida ekologik tangpunlik buzildi. Dehqonchilik sohasini ig'ir buzg'unchilik uchirdi. Butun joylarni yumshoq qurut va chekatlar qoplab, yo'lda uchirganligi narsalarni yutib ketdi. Yil oxirida mahsulot miqdori oldingi yildagidan ko'rinarli ozlab ketdi. Shuning bilan ocharchilik yuz berdi. 1960-1961-yillarda ocharchilik unudimi battar ko'rinish keldi. Ocharchilik misli ko'rilmagan darajaga yetdi. Kishilar o't-cho'p, tuproq, uy hayvonlari va turli hasharotlar bilan oziqlanishga boshlaydi. Farzandlarini ochliq almashtirdi. Bir qism kishilar o'z bolalarini yeyishga boshlaydi. Bunda qishqa yurga bardoshlik bermaganlar boshqalar bilan bolalarini o'zlari almashtirib yegan ahvollarmi ro'yobga chiqdi. 当时呢是听说出现了有人吃人的这个情况，尤其在农村的地区出现人，您调查的结果是什么样子？这个人吃人的数字全国有文字统计的资料数千起，数千起，安徽省一个省就是1260起。就是人吃人的这个情况和灾情的这个轻重有没有直接联系？有联系。你比如江苏是个比较好的省，江苏也只有人吃人的，安徽更多。您能不能谈一些比较严重的这个例子？你比如甘肃临夏，他母亲死了，快死以前，说我身上什么肉都没有，我心脏还有肉，你会把我的心脏吃掉。他女儿把他心脏吃了，他女儿后来死了又被别人吃掉。他女儿吃了心脏，其实也没救活自己，没救活自己。他女儿也不行了，对，这样情况，挺惨的。Va Mao Zedong yo'lga qo'yilgan siyosatning xato ekanligini tan olishni xohlamaydi. Taqriban 50 millionga yaqin kishi halok bo'ldi. Omborlarda ochliqlik bo'lsa-mu, fuqarolarga berilmaydi. Taraqqiyotni faqat atalmış son sıfırlar bilan isbotlashga tirishdi. Och yalang'och dehqonlar, askarlar bilan qo'riqlanayotgan ochliq omborlarga berib, Mao rahbar bizni qutqazgin deb o'lib ketdi. Omborchilarning g'imi bo'lsa, omborlarni to'stirish bo'lib qoldi. Xitoy Kompartiyasi bo'layotgan ocharchilikni tashqi dunyodan yo'shirdi. Chet ellik jurnalistlarga yemak-ichmaklikka to'lgan do'konlarni ko'rsatdi. Davlatning
55% yeri usul bermeydi. 1958 yılı qaraganda 1960 yılida 70% mahsulot kemiyip ketdi. Agar bundaq ketaversa, o'zlarining vayron bo'lganligini tushunib yetdi. O'xshash vaqtda to'mirchilikda ham hammaga to'mir tavlash uchun kichik o'choqlarni tayyorlashga buyurdi. Hamma po'lat bilan avar bo'ldi. Lekin texnika tuvanligi tufayli ishlab chiqarilgan metal sifati ichinarli darajada tuvan bo'ldi. Energiya isrofchiligini deyishning o'rni yo'q. Darvaqa tunji yillari po'lat ishlab chiqarish 45% yuqoriladi. Lekin 1961 yildan boshlab kichik metallurgiya ishlab chiqarishning muvaffaqiyatsizligi ro'shan ko'zga ko'rindi. 1964 yillarda butun ko'rsatkichlarga qaytib keldi. Hatto bu mezgilda kishilar po'lat to'mir miqdorini ko'paytirish uchun qozon qumushlarini eritib, to'mir tavlashga ishlatdi. Ko'mir sarfiyatining elektr energiyasiga ta'sir ko'rsatish bilan ko'p qism korxonalarda qisman ish to'xtashga yoki butunlay to'xtab qilishga ilib bordi. İşlab chiqarilgan po'lat faqat mahallalarda ketman gurjak ishlab chiqarishga yaraydi. 1961 yili 4-oydan 5-oygacha Xitoy Kommunist partiyasining 2-nomerlik odami Liu Shaoqi yurtda xonanga qaytib tekshirish ilib bordi. U kishilarning nomrodlik, ocharchilikdan odamni cho'yishadigan holatlarini ko'rib, ichi qattiq achchiq bo'ldi. Liu Shaoqining otasi Liu Shaodi, "Inim, siz markaziy hukumat ishlaysiz. Shunga kishilarga tomoq berishingiz kerak" dedi. Liu Shaoqi dehqonlar yig'ilishida tuqqanlarga bosh egib kechirim so'rab aytdi. "Men cho'qim bu qiyin ahvolni balduroq o'zgartirishning yo'lini topman. Menga 2 yil muhlat bering. 2 yildan keyin hamma odam bugunga o'xshash och qolsa, mening ota-bovlarimning qabrini qazib chiqaringlar" dedi. 1962 yil 1-oyda Jungo Kompartiyasi 7000 kishilik yig'in ochdi. Uningda cho'ng sakrab ilgirlashning tajribasi savoqlarini xulosalab, Liu Shaoqi mundaq dedi. "Butun davlatga kelsak, yetersizlik ve muvaffaqiyatsizlikning sabablari ayrim holda 30% tabiiy ofatdan, 70% sun'iy ofatdan kelib chiqqan. Markaziy hukumat asosliq mas'uliyatni ustiga olishi kerak" deydi. U o'zini tanqid qilish bilan birga Mao Zedongni o'zini tanqid qilishga, xatoliklarni e'tirof qilishga qistaydi. Liu Shaoqining bu harakati Mao Zedongning qattiq noroziligini qo'zg'aydi. Yig'indagi Mao Zedong tekshirish sayohatiga chiqib ketdi. Cho'ng ocharchilikning qalayimqanchiliklari Liu Shaoqi boshchiligida islohotga qadam oldi. Shundan boshlab Mao Zedong ikkinchi safga chekindi. Ammo u hamisha partiya va armiyaning huquqini saqlab qoldi. Liu Shaoqi oldin safdagi xizmatga riyosatchilik qildi. Ma'lum ma'noda aytganda, u cho'ng sakrash elib kelgan ig'ir qiyinchiliklarni yengiltirdi. 1962 yilga kelib, cho'ng sakrab ilgirlash siyosatiga xotim berildi. Kanada va Sovet ittifoqidan ko'p miqdorda oq qushqash import qilindi. Va buning asli kelishiga bir qancha yil vaqt ketdi. Liu Shaoqining inoatining ishiga ergishib, Mao Zedong hamda o'ltirilmaydi. 1966 yili 16 may Mao Zedong va Markaziy madaniyat inqilobi guruhi madaniyat inqilobini qo'zg'aydi. 1966 yili maydan 1976 yili oktyabrgacha bo'lgan madaniyat inqilobi Xitoy davlatini qurilgandan buyongi eng og'ir o'ng'ussizlik va ziyonga uchirdi. Mao Zedong qizil qo'g'izg'uvchilar nomida yosh o'quvchilarni safarbarlik qilib, Liu Shaoqi boshchiligidagi o'ng'uchilarga zarba berdi. Buning bilan o'quv-o'qitish ishlari to'xtab, Xitoy davlatining asosiy ul aslahalari ichki urush patliqida og'ir darajada ziyon uchraydi. Bu vaqtda vatanimiz Sharq Turkistondagi holat texim og'ir bo'ldi. Ular molla o'lmalarimizni, olim ziyolarimizni o'ltirib, ularni turmaga solab, boylarimizning pullarini bo'lab elib, bizning xalqimizni nodon qoldirdi. Xalqimizning ustiga og'ir fojialarni elib keldi. Xitoyning tashqi siyosatida bo'lsa, 1958 yildan boshlab Xitoy bilan Sovet ittifoqi o'rtasida bir qator voqealar yuz berib, munosabatning nacharlashishini keltirib chiqardi. Sovet ittifoqi Mao Zedongga birlashma paraxod atirti qurishni tashabbus qildi. Ammo Mao Zedong va boshqalarning qarshiligiga uchraydi. Ikki taraf o'rtasidagi suhbat natijasiz bo'ldi. 1960-yili Xitoy Sovet munozarasi oshkor bo'ldi. Sovet ittifoqi tuyuqsiz Xitoydan 1390 mutaxassisni chekindirdi va 600 to'xtamni bekor qildi. Xitoy Sovet ittifoqi munozarasi buzilishga boshlaydi. 1966-yili Mao Zedong Sovet ittifoqiga qarshi qayta qarab chiqish harakatini talab qildi. Xitoy Kompartiyasi Sovet ittifoqini Sovet ittifoqi revizimchi xoinlar guruhi deb ataydi. Sovet ittifoqi bo'lsa, madaniyat inqilobi va Mao Zedongni tanqid qiladigan nurg'un tashviqot materiallarini e'lon qildi. Jungo Sovet ittifoqi munosabati butunlay to'g'lab qildi. Uningdan keyin Jungo Sovet ittifoqi to'qinishi harbiy saviyaga ko'tarilib, Jungo Sovet ittifoqi chegara to'qinishiga kuchaydi. 1969 yili Jimbao orli voqeasida ikki taraf o'rtasida keng ko'lamli harbiy to'qinish yuz berdi.
Shuningdan keyin Xitoy bilan Sovet ittifoqi bir-biridan mudofialanish uchun chegaraga og'ir qo'shin o'rnashtirdi. Amerika Davlat ishlari mahkamasining maxfiylashtirilgan hujjatiga qaraganda 1969 yil 8-20 kuni Sovet ittifoqining Amerikada turishliq bosh elchisi Anatoliy Dobrinin Washingtonda Amerika prezidentining davlat bexatarlik maslahatchisi Henry Kissinger bilan ko'rishib, uningga Sovet ittifoqining Xitoyga qarshi yadro hujumi qo'zg'ash muddasini uqtirdi. Amerika hukumati bu xabarni darhol Amerika taratqularida oshkorlaydi. 8-28 kuni boshlab Washington postasi, Washington cho'lpini va boshqa taratqularda bu to'g'riliq xabarlar tarqaldi. 1969 yili 9-23 kuni Xitoy tunji yer osti yadro sinqini muvaffaqiyatga kelib bordi. Mana shu qor kundan boshlab aziz vatanimiz Sharq Turkiston nejiz Xitoylarning atom sinqi bazasiga aylandi. Millionlagan xalqimizning jismoniy sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Ekologik muhit og'ir buzg'unchilik uchraydi. Lopnur kuni qurib ketdi. Nurg'unlagan avlodlarimiz dunyoga ko'z echishi bilanla majbur holatda o'zini topdi. Yana shu yili 6 kundan keyin Xitoylar 3 million tonnaga barobar hidrogen bombasini portlatdi. Uzun o'tmay Jungo Sovet ittifoqi strategik nuqtalarni nishon qilgan hidrogen o'qpishi bilan yer yuzidan boshqarilgan bomba soni 50 ga ko'paydi. Sovet ittifoqining 25-sentabr yadro sinqi ilib bordi. Ayni vaqtda Amerika prezidenti Nixon bu ishga bevosita aralashdi. Sovet ittifoqining yadro tahdidiga duch kelgan Mao Zedong va Xitoy Kommunist partiyasining boshqa rahbarlari Amerika va G'arb lageri bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishga boshlaydi. Shuning bilan bir vaqtda 1969 yili 10-15 kuni Kissinger Sovet ittifoqining Amerikada turishliq bosh elchisi Dobringa Amerika prezidentining maxfiy buyruq imzolab, Sovet ittifoqining Jungoga tunji boshqarilgan bomba qo'yib berish bilan bir vaqtda Amerikaning 130 dan ortiq Sovet ittifoqi shaharlari va harbiy bazasiga yadro hujumi qo'zg'aydiganligini uqtirdi. Amerika Tinch okean rayonidagi Amerika armiyasining hushyorligini o'stirdi. Strategik havo qo'mondonlik organi yadro ogohlantirishga qo'yildi. 18 yadro o'qpish ko'targan Amerikaning B-52 bombardimonchi aeroplani cho'ng miltiq harakatida Alyaskaning shimolidan Sovet ittifoqiga qarab uchdi. Kissinger buningga javoban o'zining aslimasidan mundoq deb yozdi. Amerika o'zining Sovet ittifoqining tahdidiga parvo qilmaydiganligini ko'rsatish uchun ko'rinish darajasini sal oshirdi deb yozdi. Oxirida Sovet ittifoqi harbiy harakatini to'xtatdi. 1969 yili 10-20 kuni Xitoy bilan Sovet ittifoqining muavin ministr darajali chegara suhbati rasmiy elib berildi. Garchi suhbat ilgirlash bo'lmasa-mu, jiddiy munosabat bir oz pasaydi. 1970 yil 12-oyda Mao Zedong ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Nixonga Amerikalik jurnalist Edgar Senov orqali Beijingni ziyorat qilishga taklifnoma yetkazdi va Senovning Mao Zedongning Nixonni madiylagan so'zini yetkazishni umid qildi. "Sen yaxshi odam, dunyodagi eng yaxshi odam" deydi. Shuningdek, Xitoy g'arb davlatlari bilan diplomatik munosabat o'rnatishga boshlaydi. 1971 yil 4-oyda Jungo bilan Amerika tik-tak-top diplomatiyasi elib bordi. 7-oyda ayni vaqtda Amerika prezidentining davlat bexatarlik maslahatchisi Henry Kissinger Xitoyni maxfiy ziyorat qildi. 1972 yil 2-oyda ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Nixon Xitoyni ziyorat qildi. Bu xabarni anglagan Sovet ittifoqi Nixon bilan boshliqlar yig'ini ochdi. 1972 yil mayda Nixon Sovet ittifoqini rasmiy ziyorat qilgan tunji Amerika prezidenti bo'lib qoldi. U va Sovet ittifoqi strategik qurollarni cheklash suhbatining birinchi bosqichini birlikda imzolaydi. Sovet ittifoqining kengayishi va yadro tahdidi oldida Mao Zedong 1973 yil 2-oyda Amerika prezidentining alohida vakili Henry Kissinger va 1974 yili 1-oyda Yaponiya tashqi ishlar ministri Masayoshi Ohara bilan ko'rishganida bir qo'r bir cho'ng rayon ideyasini o'tirib qo'ydi. Ideyada Amerika, Yaponiya, Xitoy, Pokiston, Iran, Turkiya va G'arbiy Yevropa bilan ittifoqlashib, Sovet ittifoqining kengayishini to'sish o'tirib qo'yildi. Mao Zedong 1973 yili Kissinger bilan ko'rishganda mundaq deydi: "Biz ikki oila bir-birimizga ehtiyojli. Shunga biz qo'l tutishimiz kerak. Bizning nishonimiz o'xshash bo'lsa, biz sizga ziyon yetkazmaymiz. Sizmi bizga ziyon yetkazmaysiz. Biz birlashib pastkashlarga taqobil turishimiz kerak" deydi. 1973 yili Sovet ittifoqi yana Xitoy Sovet chegarasida harbiy kuchlarni qayta o'rnashtirish jang qilish iqtidorini tanshab, Xitoy Sovet chegarasidagi askarlarning Yevropada turishliq Sovet ittifoqi askarlari bilan o'xshash jang saviyasi bo'lishga kafolatlik qildi. Jungoga qarshi qorshov shakllantirish uchun Sovet ittifoqi yana Tinch okean va Hind okeanidagi dengiz armiyasini ko'paytirib, tunji qitim yadro suv osti paraxoti bilan ta'minlanib, Yaponiya dengizidan Jungoning Seriq dengizi va Sharqiy Jungoga bevosita berib,
Xitoyni qamal qilish harakatini yo'lga qo'ydi. 1976-yili 9-oyda Mao Zedong o'lgandan keyin Jungo Sovet ittifoqi to'qinishi asosiy xalqaro sahnadagi milliy manfaat to'qinishi bo'ldi. 1975-yili Amerika bilan Vyetnam o'rtasidagi urush oxirlashgandan keyin 1978-yili Sovet ittifoqi bilan Sovet-Vyetnam do'stlik va hamkorlik shartnomasini imzolaydi. Shu yili 12-oyda Vyetnam Sovet ittifoqining qo'llashi bilan Kambodjaga besib kirdi. Jungo qo'llaydigan Khmer Rouge hokimiyati tezda yemirildi. Deng Xiaoping 1979-yil 1-oyda Xitoy bilan Amerika o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin Amerikani ziyorat qilib, ayni vaqtdagi Amerika prezidenti Jimmy Carterga Jungoning Vyetnamga hujum qilish muddaosini uqtirdi. Va ziyoratdan keyin Vyetnamga qarshi urush qo'zg'ab, Amerikaga bo'lgan xushomadchilikni ifodalaydi va bir oy ichida mag'lub bo'lib chekildi. 他希望通过这次战争，能向西方国家，特别是美国表明，中国是一个可靠的伙伴国家。中国是希望从这些国家获得大量的金融和技术上的支持，以利于邓小平当时推进的经济改革政策。1979-yilning oxirida Sovet ittifoqi Afg'onistonga hujum qildi. Sovet ittifoqining chambaragida qolganligini tushungan Xitoy Sovet ittifoqining tajovuzchiligini qattiq ayblaydi. Hamda Amerika va Pokiston bilan ittifoq tuzib, Afg'onistondagi islom qarshilik harakatini qo'llaydi. 1989-yili Sovet ittifoqi Afg'oniston musulmonlar tarafidan mag'lub qilinib, ig'ir talafotga yo'liqqandan keyin holdan taygan sovetlarning dunyo yuzidagi siyosati yumshash boshlaydi va askarlari Afg'onistondan chekingandan keyin Xitoy Sovet munosabati yaxshilandi va 1989-yili Mikhail Gorbachev Xitoy taklifiga binoan Xitoyni ziyorat qilib, Deng Xiaoping va boshqalar bilan ko'rishdi. Jungo Sovet ittifoqi munosabati buning bilan normallashdi. Demak, ichki tashqi siyosiy davolg'ish ichida muqimsiz bo'lgan, xalqini 80% yez yashaydigan, har qanday bir texnika, mablag'i bo'lmagan va nomratlik va ocharchilik hukm surgan Xitoy davlati qanday qilib hech o'yilmaganda 40 yil ichida dunyoning eng tez rivojlangan davlatiga va eng cho'ng iqtisodiy kuchiga va ishlab chiqaruvchisiga aylandi. Filmimizda keng qism qiziqsangiz, ijtimoiy taraqquv kanallarimizga a'zo bo'lishni unutmang.